Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yaqin do'stimiz, akamiz, institutda birga o'qiganmiz. Shu bilan qiziqarli intervyu bo'lib o'tadi. Har bittasi mana men yaqinda bitta o'rtog'imga podarka qildim. Mana shu bitta mashina o'zi $300 turadi. Men sizni institut paytdan beri taniyman. Unaqaga ketgansiz. Gollivudda o'qib keldingiz. Jason Derulo'ni ko'ruvdingiz. Havas qilardi, yosh edik. Men tashlab keldik. Avval insonlar kulardi, Musaffo Osmon faqat shu bor bizda. Endi hozirgi payt eng qimmat narsa Musaffo Osmon. Korxonaning ichida har yili Delphi Games o'tkazamiz. Ha. Tipa Hungry Games. Hunger Games. Hunger Games. Hozirgi vaqtda qayerda biznes o'zi olib borasizlar? Masalan, o'sha международный kompaniya bo'lgansizlar. 2019-yilda asoslangan birinchi ekranimizni qo'yganmiz C1da. Aytdingiz, 4 ta ekran qo'yuvdingiz. Ha, lampochkada kechqurun yondi, uyg'onib qoldingiz, ideya kelib qoldi. Maytik. Bitta ideya bilan hammani urib yuboradi. Понимаешь, Gollivudda prodyuserlikka o'qigansiz. Профессиональный актер театра, кино и мюзиклов. Qanday ham Nurlan Saburov kelgan ekan. Shunaqa katta salohiyati bor artistlar, mirovoy уровеньdagi звездалар keladi-da, siz ular bilan bitta davrada o'tirasiz, ular bilan vaqt sarflaysiz. Xudo xohlasa prezidentimiz yonida huzurida chiqib ashula berasizlar. Biz ham albatta aytib beramiz. Kim sizni ustozingiz, Shohruh aka? Вот пример бывает, вот siz kimdirga qarab, Adam, adeza, серьезный ustoz, лучший. Amerikada yashagansiz, O'zbekistonda yashayapsiz. Qaysi an'ana, cultureni O'zbekistonga olib kirgan bo'lardingiz? Shohruh aka, assalomu alaykum. Alaykum. Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Ko'rgandan xursandman. Manam. Aziz do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan yaqin do'stimiz, akamiz, institutda birga o'qiganmiz. Shu bilan qiziqarli intervyu bo'lib o'tadi. Обязательно buni oxirigacha ko'ringlar, chunki biza bugun Shohruh akamni haqqoniy nimalar bo'lishini, qanaqa biznesda yurishlarini hamda nimaga O'zbekistonda qolib, Amerikada qolmaganligini ochiq-oydini ochib beramiz. Bu narsa hammalarga qiziq bo'ladi degan umiddaman va biz boshlanishda Shohruh aka, qanaqasiz? Zo'r, rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat do'stlar. Sonlaringiz yaxshimi? O'zingiz yaxshimisiz? Vaqtingiz uchun rahmat. Men o'yladim, qalanga keldingiz chekishga. Biza ofisdan boshlayapmiz. Bizaga ozgina tur qilib bersangiz. Mini tur. Yaqinda bitta video chiqdi, juda populyarniy bo'lib ketdi. Bu ofis, aziz do'stlar, kamida 2-3 yildan beri yangi postroyka qilindi, to'g'rimi? Shunaqamidi? Bunisi 1 yil bo'ldi tugatganimizga. Ha. Lekin bu joyda avval eng birinchi ofisimiz bo'lgan 30 yil oldin. 30 yil oldin do'stlar, 30 yil oldin va hozirgi vaqtda bu 1 etajli joy 4 etajli joyga aylangan rooftop bilan. To'g'risi ko'pchilik ko'rib bundan ilhomlandi. Shohruh aka, boshlab bersangiz. Marhamat. Xo'p, bu kiruvchi joyi, Bu reception. reception. Assalomu alaykum. Biroda ham o'tiradilar. Bizning yordamchilarimiz. Bu yoqda не говори ничего, просто сиди молча. Bu yoqda asosiy majlislar xonasi. Uxti, Lego. Lego. Fanatimisiz? Fanatimman, albatta. Aziz do'stlar, har bittasi mana men yaqinda bitta o'rtog'imga podarka qildim. Mana shu bitta mashina o'zi $300 turadi. Ramkasini o'zi $100. Shunaqamidi? Bilmayman. Bilmaysiz, ha? Sovg'a qilishdimi? Yo'q. O'zingiz? O'zim suvga qilishadi, har xil. Esimda yo'q-da. Bu mana Mercedes, Red Bull, Ferrari mashinalari ko'pchiliginglar agar bilsanglar, bu kolleksionniy hisoblanadi. Juda ham to'g'ri qaror bo'libdi. Menga ham juda yoqadi. Haqiqatan rangi chiroyli. Bunisi-chi, bu ham Bu ham Lego. Regata. Bu sal boshqachasi. Bu o'zimizning kubogimiz. Korxonaning ichida har yili Delphi Games o'tkazamiz. Ha, Va tipa Hungry Games. Hunger Games. Hunger Games. Qanaqa состязаниялар bo'ladi o'sha? Har xil. Умственные есть физические. Masalan, yarim kun fizический, yarim kun умственный. И har xil jamoa bir-biri bilan Necha pul raqobatlashishadi. anaqa priz? По-разному. Minimalniy. Да, я сейчас не вспомню. Суммачи. $1000 bormi? Ну, есть. Yes. Да. Xo'p. Aziz do'stlar, har bitta tadbirkorni va CEOni asosiy maqsadi, menimcha, korxonasida o'ziga yarasha motivatsionniy tadbirlar o'tkazish va ishchilarni ishga bo'lgan shijoatini yo'qotmasligi. Shuning uchun men o'ylayman, bunaqa qadamlar ham qanaqadir o'yinlar o'tkazish, bolalarga motivatsiya tug'dirish va o'sha narsani kuttirish bu odamlarga shunday bir hissiyot beradi. Mana shu yerda ishlab
loyalty yaratishga. Ming bor uzr, endi biz o'zbekcha, o'rischa, inglizcha gaplashamiz. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Bu yoq meeting room, to'g'rimi Shohir Meeting aka? room, to'g'ri. Juda ham chiroyli joy bo'libdi. Hmm. Bu yoqda endi ko'plab hamma yo'nalishda meetinglar bo'lib o'tadi. Yo'q, bu yerda asosiy hamma partnyorlarimiz bilan o'tadi. Juda ko'p xorijiy partnyorlarimiz bor. Ular bilan shu yerda ko'rishamiz. Asosiy masalani shu yerda ko'taramiz. Farmatsevtik bo'yicha bo'ladimi, media soha bo'yicha bo'ladimi, qurilish, mana kecha qurilish bo'yicha biz hozir boshlayapmiz sayramni. Qurilishimizni o'sha quruvchilar bilan kecha mana shu o'tirib gaplashganmiz. Shohir aka, ko'pchilik sizni nima desam, san'atkor sifatida taniydi. Ko'pchilik sizni san'atkor sifatida taniydi. Ko'pchilik man Shohir aka bilan birga edi desam, kim deydida, keyin Shohirullo Abdulla. Ano san'atkormi deydi. Bitta fikr, o'sha san'atkorlik obrazingizni bu nima deydi, odamlarga shunaqa o'zingiz xolisona beryapsizmi yoki tadbirkor ekanligingizni aytgingiz kelmaydimi? Qanaqasiga, misol uchun ko'pchilik sizni bilmaydi, chunki men o'zim sizni necha yildan beri tanisam, qanaqa bir zo'r tadbirkorligingizni bilaman. To'g'risi. Men endi bu yerda kameraga aniq qilish emas, reально. Yana hali o'sishga ancha bor. Juda ko'p planlar bor, qo'yilgan natijalar va juda zo'r tadbirkorlar bor. Masalan, men uchun пример. Kim sizni ustozingiz, Shohir aka? Va примерingiz buvayt, va siz kimdirga qarab Adez, Серьезный ustoz, лучший, наверное. Hayotimda kumirlar bo'lmagan bitta shu odam borlar. Zo'r. Как манера общения, поведение, insongarchilik har doim birinchida kelgan qolgan. Поэтому ijodkorlik endi sevgan narsamda, men ashula aytishni sevaman, yozaman o'zim. O'zi keladi. O'zi keladi, o'tirib kechqurun klavishada o'tirib, keyin studiyada shu yerda tushib, studiyada hali studiyani ham ko'rsatamiz. To'g'risi, men oldin Shohir akamni birinchi marta biz esingizda bo'lsa bir eventlarda ko'rishganimizda shu biznes qilsalar kerak degan fikrda yurardim. То есть qanaqa biznes ichkaridan ko'rmaganman. Keyin bir ikki marta botga kelib ketgandan keyin nimani bildim? Qanchalik odam nima biznes qilishdan qat'iy nazar, qanaqa urovenda bo'lishdan qat'iy nazar, oddiylik. Yaqinda bitta videoyingizni ham ko'rdim. Eng anaqa boy insonlar har doim oddiy bo'ladi degansiz. Albatta. Hamma narsani oddiy tushuntiradi. Men o'tgan kuni bolalar bilan ko'rishganimda o'sha narsani aytdim. Baxt nimada deb so'raganda, oddiylikda deyapman-da. Chunki ko'rib turibmiz, Shohir aka ham ko'pchilik bilmagan tadbirkor bo'lib turib, oddiy legoga qiziqadilar. Bu ham bitta hobbi. Men misol uchun anaqa bejiklarga qiziqaman, markalarga qiziqaman, yig'aman ularni. Har bitta insonning o'zini hobbisi bo'lsa, bu biz tirikligimizni bildiradi. Еще раз спасибо за интервью. Ты знаешь, брат, я вот многих людей встречал. Ikki xil odam bor. То есть, misol uchun boy odamlar bor va boylikni olib turib, lekin o'zi o'zgarmagan insonlar bor. Va o'sha uchratgan insonlarimdan siz menimcha eng bir samimiy, oddiylardan bittasisiz. Menga shuning uchun ham siz bilan haligacha yaqin munosabatimni ushlab turaman. To'g'risi, misol uchun o'tgan yilgacha nima ish qilishingizni, qanaqa nima menga unaqa informatsiyasi ham yo'q edi, qizig'i ham yo'q edi. Chunki o'sha Amerikada bir marta tanishganimiz qanaqa samimiy odam bo'lib turib, keyin kimligingizni bilganimdan keyin bildimki, ko'p uspeh yoki boylik asosiy narsa emas, o'tkinchi. Asosiysi odamiylik. Shuning uchun odamiyligingiz uchun rahmat. Men har safar kelganimda mazza qilib suhbat qilamiz, mazza qilib mavzularni, bizneslarni gaplashamiz, brainstorming qilamiz. Menga shunisi kayf. Haqiqatan kayf. Misol Turon Media Agency haqida ham gapirdingiz. Ko'pchilik bilmaydi, lekin men yaqinda kelgan pizza ashulachi ham katta festival bo'ldi, bolalar kunimida. Yo'q, Mazza Fest. Mazza Fest, juda katta festival bo'ldi. Aynan o'sha festivalni Turon Media Agency uyushtirgan. Yo'q, biz uyushtirmaganmiz. Biz faqat pizzani olib kelganmiz. Xo'p. Aynan o'sha festivaldagi pizzani Turon Media Agency olib kelgan. Bundan tashqari kadrlar qo'yiladi aka.
xonangizda ham juda ko'p artistlarni ko'raman. Yaqinda ham Nurlan Saburov kelgan ekan. Shunaqa katta salohiyati bor artistlar, mirovoy уровеньdagi звездалар keladi-da, siz ular bilan bitta davrada o'tirasiz, ular bilan vaqt sarflaysiz. Hech bir o'ylaganmisiz shu oldin bir kun mas kelib mana shunaqa katta yulduzlarni O'zbekistonga olib kelib, ular bilan birga uyimda o'tiraman degan fikr bo'lganmi? Bo'lgan. Yoshlikdan ham bo'lgan. Albatta, xudo xolasa mana bu bo'ladi. Shu maqsad to'g'ri qo'ysangiz, yaxshi niyat yarim mol deyishadi. Hamma narsaga imkoniyat bor hayotda. Faqat xohish va ishlash kerak. Ishlash kerak. Ishlash kerak. $1000 olib, solib ishlash kerak. Nima farq eta olasiz ular bilan va boshqa odamlar orasida? Misol siz ko'plab odamlar bilan ko'rishasiz. Mirovoy звездagi уровеньdagi odamlar, ularning nima farqi bor boshqalardan? Farqi yo'q. Faqat shu taniqligi. Endi masalan, ijodkorlardan aytsak, prosta juda ham o'zini ishiga berilgan insonlar, masalan, muzikada bo'lsa, juda ham kirib ketgan shu ishga, faqat shu ishni biladi. Hayotda masalan boshqa ishni qila olmaydi. Shu faqat o'shanga berilgan, o'shaning uchun mashhur, juda ham mashhur bo'lib ketgan masalan. Shu в принципе, no, lekin shu inson, shu hammasi bir xil. Ko'pchilikka endi ular bilan yaqin tanish bo'lmagani uchun u narsa boshqacha tuyuladi, baribir оболочкаdan boshqacha ko'rinadi. No, haqiqatan ham yana o'sha gapga qaytamiz, o'sha oddiylikda. Oddiylik. Это ваш лозунг-da. Lozung жизни. Lekin meni bitta narsa qiziqtiryapti, mana dorilarni bitta ko'rsatib qo'yaylik. Siz farma bilan oilaviy shug'ullanasizlar ancha yildan beri. Hozirgi vaqtda qayerda biznes o'zi olib borasizlar? Masalan, o'sha международный kompaniya bo'lgansizlarda o'zi, to'g'rimi hozirgi vaqtda? O'zi boshidan shunaqa bo'lgan, международный. Endi asosiy ish O'zbekistonda, O'zbekiston farma bozorida, Qozog'istonda biz shu faqat va IT sohada, farma IT sohada 4 ta davlatda biz bormiz. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Mongoliya adashmasam. Zo'rku. Hozirgi IT sohada farmada u CRM berasizlarmi, nima berasizlar? Bizda bitta приложение bor, Doriclub. Doriclub. Qozog'istonda bor, O'zbekistonda hamma vrachlarimiz bazada yig'ilgan. Masalan, siz har yarim yil yo har yil o'zingiz kvalifikatsiyangiz ko'tarishingiz kerak, повышение qilishingiz kerak va Toshkentga kelishingiz kerak. Endi hozirgi payt shart emas kelish, onlayn o'tib olasiz. Wow. Bizni продвижение dorilarni qilamiz shu platformada. Zo'r bo'pti-yu. Konsultatsiya ham bor. Konsultatsiya yo'q, hali yo'q. Konsultatsiya. Lekin o'ta anaqa bor. Vrachlar bloglar olib boradi, masalan, mediatorlar, bola bilan nima qilish kerak yoki когда новорожденный как с ним обращаться. Xuddi mana shu muammoga men duch keldim-da. Mana O'zbekistonga keldim, 1 oy bo'ldi kelganimga. Haqiqatan ham bu yoqdagi doktorlar, Amerika doktorlariga qaraganda sizga haqiqatda yetar ekanda. Men shu narsani sezdim. Misol shunchalik Amerikada doktorga borsangiz, birinchidan siz 1 oy, 2 oy, 3 oy очередь kutasiz. Ikkinchidan har bir kirganingizda sizga 100% dan 20% informatsiya beradi-da, qolganini aytadi, keyingi safar deydi yoki dori berib turib, keyingi safar kelganda qolganini keyin o'ylab ko'ramiz deydi. Bu yoqda birdan kompleks lechение, birdaniga qayerga borish kerak, nimalar qilish kerak, necha vaqt kerak. Shunisi haqiqatan nima deydi, baribir o'zimizda meditsina boshqacha rivojlanganda. Agar bu приложение haqiqatan ham o'sha nima deysiz birota? Nimani? Nomini? Doriclub. Linkini qoldirib ketamiz. Aziz do'stlar, обязательно bo'lib o'tinglar. Ancha juda zo'r g'oya. O'tgan safar ko'rsatganingizda ham menga yoqdi. Chunki Shohrul akam chet elda o'qiganlari uchun Amerika konsepsiyalarini O'zbekistonga integratsiya qilyaptilar. Bu narsa davlatimizni rivojlantirishiga olib kelyapti. Chunki haqiqatan ham O'zbekistonda talant odamlar bor, talantli doktorlar bor, lekin ularni promot qilish kerak, ularga поддержка kerak, ularga nima deydi, integratsiyalar, texnologiyalar kerak. Chunki ular har kungi ish bilan band. Больницаga borasiz, 20 ta odam o'tirgan bo'ladi очередьda, u doktor vaqti bo'lmaydi. Zo'r g'oya, zo'r. У меня вот вопрос по farma. Misol uchun ko'plab yillardan beri farma qilasizlar. Yaqinda bitta yo'nalish boshladim dedingiz. Amerikada o'sha CVS, Walgreens yo'nalishi bor. Kirasiz, xohlagan doringizni olasiz, kirib turib, как magazinga kirganda kirib chiqasiz. Sizlarda ham shunaqa yo'nalish ochildi deb ko'rdim. Da. Shu haqida ozgina ma'lumot bersangiz.
S-Farmani ochdi. O'zi butun sikl farmada bor bizda. Faqat shu retail qo'ymaganmiz. Endi esa retailga o'tganmiz. То есть потихоньку начинаем развивать собственный retail. Ular oddiy dorixona emas, ular farm market, ya'ni drogery deb ataladi. U yerga kirganingizda hamma narsa polkalar ochiq, o'zingiz yurib, o'zingizga nima kerak narsalarni tanlab olasiz. Parafarmatsevtika bo'ladimi, gigiyena bo'ladimi, badla bo'ladimi, masalan, yoki dori bo'ladimi, o'zingiz tanlab yig'ib, kassani to'lab olasiz, chiqib ketasiz. Shu mana shu rivojlantiryapmiz hozir. O'zi hamma katta setka, dorixona setkalar minusda. Siz tushunish uchun. Hamma setkalar katta minusовой balans. То есть palonchi aptekasi bor deydi, na samom деле ular juda ko'plari. Katta setkalar minusda, chunki judayam qiyin shuncha olib borish, shuncha masalan Dorini 200 ta saqlash. tochkangiz, 100 ta tochkangiz bo'lsa, nechta inson ishlaydi sizda? Nechta bo'limlari bor korxonani. Arenda necha pul tushadi hammasi. Judayam qiyin masala. Natsenka ограниченияsi bor. Masalan, dorini o'zida 20% natsenka ограничение bor. Bu davlatdan qo'yilgan. Davlatdan qo'yilgan. Dorilarga faqat, определенный dorilarga, hammasiga emas. Qolganiga qo'yaverasiz, lekin raqobatlikda qo'yolmaysiz baland. Aptekani soni ham ko'p hozir. Ko'p, judayam ko'p. Siz qanaqadir farma представительствоda turasiz, o'sha bo'lib bor, qanaqadir komitet, sizlarning kompaniyalar o'sha. Farm agentsiyalari bor-da, ko'p hozir farm agensiya bor, o'shalar rivojlantiryapti. Farm yo'nalishi O'zbekistonda muammolar juda ko'p. Shuning uchun har doim ular bilan gaplashib, tushuntirib, chunki u yerda ham har xil insonlar o'tiradi. Masalan, farmadan kelmagan insonlar o'tirib qoladi, tushunasiz? Ular ham tushunib olish kerak-ku sohani, vaqt ketadi. To'g'ri. Shuning uchun To'g'ri. Shohrul aka, san'atga kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan? Sabab nima bo'lgan? Oilangiz qanaqa qaragan? Yoshlikdan bo'lgan. San'at bu yerda yoshlikdan bo'lgan. Whitney Houstonlarni aytganman. 1 yoshda yalang'och turib, telik yonida baqirib, 6 yoshda O'ktam Hakimov bilan aytganmiz, 3 kuduk mana shunaqa. Lekin oila unaqa seriozno, unaqa jiddiy qaramagan bu narsaga, o'ylashgan, bo'lib o'tib ketadi bu narsa. Yosh dedik-a. Yosh. Keyin ko'payib borgan. 14 dan boshlab ketdi, va shu kirib ketdim ijodga. Shu bilan hali ham shu ijod bor. Oka, bu rasmlar haqida ham ozgina. O'tgan safar menga aytib berdingiz, auditoriyamizga ham. Не будь как все. Не будь как все. Shohrul aka не только как талантливый tadbirkor, да, artist, но еще и как бы kolleksioner. Har bitta rasmni o'zlari tanlatib, o'zlari chizdirganlar. Bu yoqda ham hozir ko'rasizlar. Bu yoqda har bitta rasm, devorda ko'rayotgan rasminglar, ular hammasi mana kadrlarda ham qo'yib ketamiz. Успех компании это работа каждого. Da. Misol uchun bu tadbirkorlikda haqiqiy, masalan, mana bu yoqda ham ideya. Har lampochkadagi kechqurun yondi, uyg'onib qoldingiz, ideya kelib qoldi. Mayatik. Bitta ideya bilan hammani urib yuboradi. Понимаешь, да? Eng asosiysi в любом бизнесе, да, вообще везде. Самое ценное, что у нас есть, это люди. Главный капитал — это люди. И поэтому все эти картины, чтобы их мотивировать, чтобы они понимали, что, не нужно быть посредственностью, можно раскрываться, не бояться открывать свои таланты. И даже если эти таланты не совпадают с политикой Development Group, они могут здесь вырасти и пойти дальше. Понимаешь? Zo'r. Yaxshi mansab. Правило офиса мысли позитивно. Да. Это кухня. Это кухня. Да, это кухня. Здесь обедают ребята. Там школа диджеинга у нас. А bu yoqda как тренинг-рум. Да, тренинг-рум с медпредставителями проходят собрания определенные, да, они разговаривают и идут дальше. Тут у нас школа диджеинга, там студия звукозаписи. Kстати, aziz do'stlar, shkola dijeyinga Shohrul akam o'zlari dijeylik qilib, Albatta. o'zlari ko'p festivallarga borib, o'zlari imенно shu yo'nalishni yoqtiradilar, media yo'nalishini. Bu yoqda, aka, mana shu apparatura nechi pul? Buni do'stim yo'q oladi постоянно. Аппаратура дорогая. Честно, вообще без понятия, сколько она стоит. Но он прям har doim yangi olaveradi, anetdan yangi turibdi. Он больной, короче, на эту тему. Turon o'sha media agency, o'sha o'zingizni san'atkorligingizdan kelgan g'oyami? Yo'q. Lekin san'atkorligim yordam beradi. Juda ko'p joyda Turon media uchun. Tushunarli. Sizni misol uchun ko'pchilik san'atkor biladi. Siz undan tashqari juda bir katta CEOsiz.
Qaysi birini qilish qiyinroq? CEO bo'lishmi yo san'atkor bo'lishmi? Быть сложнее всего или быть артистом для публики? Сложнее всего, наверное, обманывать людей. Не быть собой. Вот то, что ты говоришь про человечность, когда ты начинаешь блатовать или что-то, чуть-чуть себя терять, вот это сложнее всего, потому что когда ты себя теряешь, ты уже все, что вокруг себя, ты суть теряешь вообще в целом. Nima sizda yerda ushlab turadi? Masalan, многие люди, если на чистоту разговаривать, многие люди на вашей позиции давно бы уже себя улетели бы в небо. С таким-то масштабом бизнеса. Что помогает вам держаться? Вот я вот недавно сказал, что вот как чисто вы реальный самими адамсыз. На самом деле это стереотип, то, что ты говоришь, многие люди так. Это думают люди, которые вот не заработали и сидят на диване. На самом деле большинство ребят, которые в успехе и которые в достатке, наверное, выросли изначально, они сами по себе очень скромные, спокойные, они не будут где-то кичиться. Да, есть процент, о котором ты говоришь, он есть, который теряет голову, но от того, что он потеряет голову, он реально ее потом потеряет, да, в ходе всех событий. Поэтому здесь, наверное, Не, вот важно заземлять себя, если такой вопрос был. То есть как ты себя заземляешь? Ну, по-разному. Я, например, делаю сам какие-то дела. Я могу пойти, условно, убираться, пойти или еще что-то там, помыть, пойти посуду, пойти ребята что-то делать простое, пойду им помогу. То есть так ты и в общении там на улице с кем-то встретился, просто поговорил. Вообще абсолютно незнакомый человек там. Поболтал там с парковщиком, там с кем-то. И ты с ним o'zini dardini aytadi, nimadir gapirib beradi. Mana shunaqa qilib. Вот только так заземление происходит. Классно. 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 O'sha siz san'atkorlik haqida gapirdik. Misol zalga chiqasiz, to'g'rimi? Sport bilan shug'ullanasiz. Adashmasam oldinlari crossfit bilan juda ham qattiq shug'ullanarsiz. Hali ham shug'ullanasizmi? Yo'q, crossfit bilan yetadi. Yetadi. Oyoqlarim kerak menga. Charchatadi, sport. Конкретно yedirib yuboradi-da. Именно crossfit. Yurakni o'tirib yuboradi, sustavы все dabdalasi chiqaradi-da. Esimda o'shanda rosa qattiq shug'ullanardingiz. Да, я помню. Lekin men o'ylayman, что baribir biznesda sport juda muhim. Albatta, hayotda sport juda ham muhim. Masalan, dodam 92 yoshgacha yashab borganlar, mana shu dekabrda o'tdilar. 92 yoshgacha har kuni kechqurun 5 kilometr piyoda, poxer, yomg'irmi, qormi yurardilar har doim. Har kuni. Har kuni ishga borardi. Qo'y. Ana shunaqa. Поэтому sport har doim bosh. Ertalab 33 ta anaqalari bo'lardi, fizkulturasi qilardilar. Там zaryadka, qo'llar, oyoq. Поэтому 92 yoshgacha yashadilar. Primer zo'r bo'lgan ekan-da. Primer, конечно. Primer zo'r bo'lgan ekan. Xo'p, bu Turon media studiyasi Да, Turon Records. polностью shumoizolyatsiya qilingan. Aka, bu shumoizolyatsiya haqiqatan ham zo'r qilingan. Men sifatini sezyapman. Ko'p studiyalarda bo'lganman. Menimcha yaxshigina investitsiya qilgansiz Turon Media Agency'ga. Именно bu yo'nalishni tanlashingiz sababini ham bilaman. Обязательно hozir shu haqida ham bitta gapirib o'tamiz. Wow. Прям хочется творить, да, тут? Tворить, Да? конечно. Sifatli qilingan-da remont. Yashasa ham bo'ladi-da bu yerda. Ovozni qarang. Baqirsa ham hech kim eshitmaydi. Вот можно закрыть дверь вот так. Когда тебе надоел день, вот так садись. Так садишься. Слышишь, кайф. И просто в свои мысли погружаешься. Wow. И в тишине минут 10. Да. Чувствуешь, как давит тишина? Как будто, не знаю, весь мир остановился. Да. А? Мы так вот с Мадьяром недавно сидели. Не просто оркестр же есть. Знаешь, мы с ним здесь сидели вот так. Зависали. Классно. Okey, o'zi misol uchun ko'pchilik, men sizni institut paytidan beri taniyman. Unaqaga ketgansiz. Gollivudda o'qib keldingiz. Jeyson Derulo'larni ko'ruvdingiz. Biz havas qilardik, yosh edik. Nimaga tashlab keldingiz? Amerikani. Ko'pchilik sizni o'rningizda bo'lsa, hamma sizdagi bo'lgan sharoitlar bilanda, Да. всё, короче, Amerikada multimilliardniy biznes qilaman desangiz bo'ladi.
katta tadbirkor bo'lib ketsangiz bo'lardi. Bundan hamda endi hozir ham kattasiz. No, почему O'zbekiston выбрали? Endi vatanim judayam sevaman. Я очень сильно привязан сюда. То есть даже o'qish paytida ana masalan semestr tugaydi. Shu kuni uchib ketardim O'zbekiston. Bir hafta bo'lsa ham keladim, bir hafta shu yerda bo'lardim, qaytib ketardim keyin o'qishga. Judayam O'zbekistonni sevaman va men bitta o'g'ilman. Shuning uchun unaqa prям выборim yo'q edi. Qolamanmi, qolmaymanmi? Shuning uchun men ham baxtliman. Bu yerda jannat. Hozirgi paytda geopolitik situatsiyalar bilan, urushlar bilan, Amerikani politikasi bilan eng zo'r joy hozirgi To'g'ri ekan. paytda O'zbekiston. Investitsiyalar olib kiradigan payti. Avval insonlar kulardi, Musaffo osmon faqat shu bor bizda. Endi hozirgi payt eng qimmat narsa Musaffo osmon. Aytib Xudoga shukr. O'zbekistonda hammasi tinch. Turon mediani boshlaganingizda aka, o'zi misol uchun institut paytimizda o'sha ko'rib yurardim. O'zi принцип minusov proyekt bo'lgan boshida. Ancha yilsiz uni. Ne? Turon Media Agency 2019-yilda asoslangan. Birinchi ekranimizni qo'yganmiz Tsibrda. Aytuvdiz, 4 ta ekran qo'yuvdingiz boshida. Birinchini qo'yganmiz, keyin yil davomida 4 tani qo'ydik. Qiyin proyekt-da baribir. Masalan, uncha odam bunaqa proyekt boshlolmaydi, Shohrul aka. Это же рискованно. Endi, все в жизни рискованно, наверное. Да? Я бы не сказал, что это прям суперсложный какой-то проект, как построить там нефтеперерабатывающий завод или что-то, да, но очень интересный. Media doim hayotimda juda yaqin edi o'zimga. Shuning uchun shundan boshlaganmiz. O'zi to'satdan bo'lib qolgan, davay ekran qo'yamiz kimdir degan. Shu hisob bilan, давай. Bitta qo'yib, o'zim продажаga chiqib, сам начал продавать, понял, что оказывается классно. Shu bilan boshlab ketgan. Hozirgi paytda мы члены Национального медиасовета Узбекистана, мы медиаподдержка Фонда искусства и культуры развития Узбекистана, мы входим в топ-10 медиагентств Узбекистана, har yil premiyalar вот на IMS Daily'da olamiz. То есть ko'p joylarda ekranlar ham turibdi. Да, ekranlar bor. Kruto. Yaqinda anaqada ham ko'rdim-da, Tashkent City'da ham katta, juda katta. O'shanlik qoyillattirib. Один из самых больших экранов. Да, я такой. Красиво. Это очень круто. Hali ishlar ko'p. Это в стиле Нью-Йорка, да, Shohrul aka? Times Square. Да. Мне очень понравилось. Я такой, dedim. Sizni ko'rdimda, keyin Turan krasavchik dedim. Mana haqiqatan ham tadbirkorlik aka misol uchun chet eldagi g'oyani ko'rib, принести ее правильно в другую страну и развить ее, да? Заимствовать правильную идею. Да. Заимствовать правильную идею. Это круто. Ну и важно понимать, это не новый продукт, это не уникальный продукт, да, есть на рынке партнеры, кто-то их называет конкурентами, все по-разному. Вот, как бы рынок большой, всем место есть, важно работать, дружить. Классно. Aziz do'stlar, g'oya qilishdan, imkon yaratishdan to'xtab qolish kerak emas. Har safar chet elga borganingizda, har bir videolarimni aytaman, chet elga borib kelgan inson просто так emas, borib bir g'oyani formatirованный qilib, boshqacharoq tarzda lokalniy bozorga olib kirish. To'g'ri. Zo'r Shohrul aka. Dacha kinosini ko'rmadingiz. Ahad Qayum haqida nima fikringiz bor? Ahad Qayum olgan buni. Bilmayman, просто kecha bolalar aytib qolishdi, mana shunaqa prodyuser bor. Ahad Qayum klipimda chiqqan. Ashulada so'zlarni prikol qilib tiqqanmiz. Zo'r chiqdi. Bo'ladi ashulaning nomi. Bo'ladi. Nima bo'lsa bo'ladi. Nima bo'lsa bo'ldi. Gollivudda prodyuserlikka o'qigansiz. Профессиональный актер театра, кино и мюзиклов. Мы можем ожидать от вас какие-то фильмы, сериалы в будущем? Ну, дай бог, я очень хочу вообще сняться, хочу и снять, наверное, хочу. Bunga vaqt просто ajratish kerak-da. Ish bilan kirib ketyapsiz, ish bilan qolib ketadi-da bu. Мне вот, например, menga juda Adam Sandler'da karyerni yo'li yoqadi-da. Ham zo'r aktyor, ham zo'r prodyuser, zo'r ssenariylar o'ylab topadi. Uni o'sha kinoga bo'lgan yulduzligi, qanaqa odamlarga bo'lgan oddiyligi, hayotda yurishi, sportivkalarda. Da, qanaqa oddiy yuradi, lekin multimillion dollarli odam. Biz shu Adam Sandler sifatidagi kinolar sizdan kutishimiz mumkinmi? Chunki menga sizda ham masalan oddiylligingiz, to'g'ri, endi ko'chada sportivkada yurmaysiz, o'ziga qarab yurasiz, lekin shunaqa bir qanaqadir komediyniy kinolar
olish planingiz bormi? Bo'lsa zo'r bo'lardi. Конечно, очень хочу. Очень хочу. Одноклассники, да? Да. Смена. Smena. Хороший film, Да, хороший классный film. film. Bitta videoyingizda Tesla yaxshi mashina emas deb kamsib chiqqansiz. Да? Da. Faqat BMWni maqtagan ekansiz. Да. Я Да. не помню такого. Nima uchun elektromobillar sizga yoqmaydi? Я yuraman elektromobillarda. BMW ham elektromobil manda. Da? Da. Nima uchun Tesla'ni yaxshi emas degansiz? Tesla. Da. Menga yoqmaydi ichi. Bo'shda. Ichida minimalizm, все классно. Но bizani yo'llarimizga moslashtirilmagan. Chunki 1-3 yildan keyin hamma plastik o'ynashni boshlaydi, shaqir-shuqur boshlanadi. Chunki yamalarimiz ko'p, haywaylarimiz yo'q, пока что, как у вас там, за бугром. Да. Поэтому, Ну, за бугром там много чего есть. да. Согласен. No, eng qizig'i misol mana Xitoy mashinasini haydab ko'rdim. Tesla'ni haydaganman o'zim. Xitoy mashinasi BMWdan ham zo'r-ku. Технологично китайцы всех убили. Удобство. Bugungi kunda технологично лучше китайцев нет. Men qoyil qoldim. Лучше нет. То, что они сейчас творят, это Вот последние их машины, вот эти Лишки, Зикер. вот лишка новая Ливис вышла. Да, я видел. Она ровно едет по ямам. Это чудо просто на doroga. Чудо. Qoyilman. To'g'risi, Amerika qachon olib kirar ekan, men haydirdim shunaqa mashina. Berishmayapti-da Amerika. Berishmayapti. Держит. Искусственно yopishyapti, chunki o'ldirib tashlaydi-da Ford'ni, GMC'dan o'ldiradi. Убьет он. 100%. Narxi ham arzonroq. O'tgan kuni bitta video qo'ydim. Rostdan ham Amerikada ko'pchilik F150 haydaydi. Ford yaxshi ko'radi, Ram yaxshi ko'radi. Ram, da. O'zim Ram haydaganman, FTM haydaganman. Вообще musor mashina, shaqqillab qoladi. Hech qanaqa udobstasi yo'q. Keyin misol uchun bitta narsa menga qiziq bo'lyapti. Shohrul aka, hech qayerda Instagramlarda ham intervyularingiz yo'q. Hech qayerga chiqmaysiz. Yo'q. Lekin sizni mana yaqinda davlat tadbirida qo'shiq aytdingiz. Ikkita prezident oldida. Tabriklayman shu bilan. Rahmat. Juda katta narsa bo'ldi. Da. Bu haqida bilganlar bor, bilmaganlar bor. Gazetadan ham chiqdi statyasilar haqida. Bu qo'shiqda o'zi zo'r chiqqan. Qanaqa hissiyot o'tdi aka? Misol ikkita prezident oldida aytish. Endi birinchidan u kutilmagan narsa edi. O'zi boshdan Farruh do'stim bilan u Tojikiston xalq artisti, eng yosh xalq artisti. Po-mo'yim dunyoda adashmasam 27 yoshda xalq artisti bo'lganda bu bola. Yo'q, Juda ham talantli bola. Shu bilan shu vatan ashula yozganmiz. O'zi g'oya kelib qolgan. Слушай, men juda ham sevaman O'zbekistonni, sen Tojikistonni juda ham sevasan. Bizani ikkita millatimiz tarixi juda ham chuqur ketgan birgalikda. Shuning uchun davlat qilaylik. Shu ashulani qilganmiz. Endi chiqarmoqchi edi, keyin qo'ng'iroq qilishdi, aytishdi, iltimos, mana shunaqa tadbir bo'lyapti. Do'stlik oqshomi shu ikkita Xudo xohlasa prezidentimiz yonida huzurida chiqib ashula aytib berasizda. Biz ham albatta aytib beramiz. Juda ham xursand bo'ldi. Shu ashulani chiqarmadi. Birinchi u yoqqa chiqib ashulani aytib, juda ham zo'r ashulani kutib olishgan odamlar. Eng muhimi o'zimizni avtorskiy ashulani chiqib aytganmiz. Men shunga qoyil qoldim. Yana o'zingiz yozgansizlar. Men xalq artist emasman. Даже незаслуженный artist. Birinchi kelganda tadbirni tashkillashtirayotgan insonlar hamma siz kimsiz? Qanaqa qilib bo'pti siz? Tushuna olmayapti-da. Keyin tushuntirdim. Biz ashula yozganmiz. O'zi unaqa xohish yo'q edi aytish. Shunaqa bo'lib qolgan. Rahmat. Juda ham katta rahmat. Shuning uchun biz juda xursandmiz. Juda ham zo'r konsert o'tgan. Va ashulani, я думаю, eshitishadi. Ko'p eshitishadi. Albatta, vatan qo'shig'ini YouTube'da o'tib, Shohrul akam sahifalarida ham, YouTube Music'da ham, Yandex Music'da ham bor. Eshitinglar. Zo'r chiqqan. Yana o'sha gapga qaytamiz. Talantливый человек. Талантлив во всем, ты Талантлив во хочешь всем. сказать? Ну, наверное. У вас много разных талантов. Но Разновидных. все люди талантливые, если они трудолюбивые и хотят чего-то добиваться. Yana $1000 olib, chulchaga $1000 oyoqtigini o'tkazib, tiqib ishlash kerak. Da. Haqiqatan boydan beri
telefoningizni o'chirib qo'ying deyapman, syomkaga e'tibor bering deyapman. Sababi o'zlari mana А я har даже не слышал, что телефон звучит. da har doim kelsam ishdalar bo'ladilar-da. Misol bu baribir ishchanlik, tadbirkorlik, harakatchanlik. Men bu narsadan juda faxrlanaman. Shuning uchun har safar siz kelsam shunaqa bir yaxshi приятный energiya, приятный motivatsiya, обмен опытом deydi-ku. Да, rahmat. Misol uchun Amerikada yashagansiz, O'zbekistonda yashayapsiz. Qaysi an'ana, culture'ni O'zbekistonga olib kirgan bo'lardingiz? Qaysi kulturanimi? Qaysi traditsiya, kultura yoki qanaqadir привычки, что nimani именно Amerikadan bu yoqqa olib kirgan bo'lardingiz yoki olib kirishini Endi xohlardingiz? olib kirish, наверное, я бы olib kirmasdim. Men больше taklif berardim. Bizani insonlarga ko'proq chet elga chiqish. Qanaqa bo'lsa ham, masalan, qiyin bo'lsa ham oddiy poyezdda masalan Qozog'istonga chiqadimi, mashinada boradimi, просто velosipedda o'tirib ketadimi. Shunaqa insonlar ham bor. Chiqib boshqa urf-odatlarni ko'rib, boshqa millatlarni ko'rib, ular bilan gaplashib, suhbatlashib, o'zini krugozorini kengaytirib, bu yoqqa qaytib ishlash. Chunki baribir пока я скажу по-русски, Да. к сожалению, в большинстве случаев в нашей стране ребята считают, что мир вращается вокруг них. Но пока ты не осознаешь тот важный факт, что мир не вращается вокруг тебя, а тебе нужно самому все делать, тогда все пойдет по-другому. То есть большую роль играет эго человека. И в бизнесе оно мешает. Оно очень сильно мешает. Соответственно, пока ты не поймешь, что мир не вращается вокруг тебя, и тебе нужно подстраиваться под него. Не ты король. Или там не ты, я не знаю. Чтобы стать королем, тоже нужно чесаться и заниматься, условно, в каком-то направлении. Соответственно, здесь важно понимать, что мир не вращается вокруг вас, и люди всегда делают то, что выгодно им. Эти два факта, когда примешь, в бизнесе становится достаточно просто. Классно. Классно. Так. Цитата. Мгм. Цитата. Классно. А вот мы заговорили как раз насчет эго. Вот разницу, я вот живу в Америке и прилетаю сюда на какое-то время. Eng katta farqi nimadan sezdim? Bu yoqda odamlarda o'ziga bo'lgan fikri juda kritichniy. Juda kritichniy. Oddiygina yo'lda bitta odam tumshug'i bilan chiqib kelyapti-da. Yo'q, siqmadi. Men просто u odamga водительская etika sifatida signal chalib qo'ydim 2 marta. "Voy, men kelyapman, iltimos chiqib ketmagin." Чтобы как urilmasligi uchun u haydovchi to'xtadi chap tarafimga. "Aka, nimaga 2 marta signal chaldingiz?" dedi. "Sizga signal berdim, meni urib yubormasligingiz uchun. Men ko'rib turdim sizni" dedi. "Yo, men просто как etika sifatida, ogohlantirish sifatida aytdim" desam, oynasini yopdi-da. Jahli chiqdi bundoq qildi. Men aytmoqchiman, o'sha aytganingizdek, bizani egomiz, bizga o'zimizga bo'lgan fikrimiz qanaqa bo'lishi juda muhim ekanda. Chet elda yashasangiz, siz boshqa atrofdagi insonlar senga farqi yo'qligini siz anglaysiz. To'g'ri. Nima kiyasiz, nima maosh qilyapsiz, hech kimga ishi yo'q. Dunyo seni atrofingda aylanmaydi. To'g'ri. Sen dunyo atrofida kerak bo'lsa aylanishing kerak. O'shaning uchun Amerikada yashab turib, O'zbekistondagi hamyurtlarimizga aytadigan asosiy, endi как бы aql o'rgatish emas, aynan fikr bo'lishish, biz bir-birimizga mehribon bo'lishimiz kerak birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda. Balki o'sha odam bir qiyinchilikdan kelayotgandir-da. Har bitta odamning o'zini yo'li bor va biz shu yo'lni bosib o'tyapmiz. Bugun siz bilan mana shunaqa yo'lni bosib o'tib, juda bir samimiy savollarga javob beryapsiz. Va ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, Shohil aka qachon uylanasiz degan savol. Kecha shoularda ham ko'rdim, shu savolni har doim beradi sizga. Juda bir baxtli insonsiz, juda bir go'zal oilangiz bor. Rahmat. Man- Rahmat do'st. Bu как бы intervyu emas, bu просто biz suhbatlashyapmiz. Ko'p ko'raman sizga, misol uyingizga shunaqa odam mehmonlar keladi. Mehmondo'st insonsizda, hamma ham unaqa bo'lmaydi. Ofisingizni ham lokatsiyasini ko'rib turibman.
o'zingiz uchun qilmagansiz-da, odamlar uchun qilgansiz. To'ppa-to'g'ri. Chunki lokatsiya qiyin bo'lsa ham shu yerda qurish bu hammaga ham emas. Chunki siz bu pulga bilmadim bir 6 etajli joydan bir ugldan katta narsa qilib yuborsangiz bo'lardi-da, lekin siz qiyin joyda qurib, shunaqa sharoit qilgansizki, buni ichida o'tirsangiz mazza qilib ishlagingiz keladi. Любой ofis ishchi pastga tushadi, activity bor, studiya bor, qo'shiq ayta olsa, baqirib kelsa, Namoz o'qib ketadi. namoz o'qiydigan joy bor, Ovqat balkon. yeydi, ashula aytadi, har xil. Misol uchun, o'sha aytganimdek, Shohil aka, sizni ko'pchilik tadbirkor bo'lib bilganda, bugungi asosiy maqsadimiz sizni insonlarga qanaqa oddiy insonligingizni ko'rsatib berish edi. Chunki biznesda bo'lasizmi, san'atda bo'lasizmi, har doim oddiylik, samimiylik yutib chiqqan. Albatta. Кто самый был как бы заполненный зал? Кто был самый знаменитый, среди них которого прям вот вы запомнили за историю Турана, вы сказали, вау. Ну, Хамали Наваи был вау. Да. Прям люди толпами бежали на него. Я, кстати, видел ее фотографии в офисе, да? Да. Они прям были топ. Ну, остальные больше такие, они, да, коммерческие и были социальные, где ребята работали, такие большие проекты. Ну, наверное, такой вот, где прям народ был, это вот. Хамали Навали, да? Ну, и Есть концерты, которые, наверное, были бы больше, но надо понимать, что у Турана концертная деятельность, она просто для имиджа, она не существует как супербизнес, понимаешь? Мы ее ведем. Это мои хотелки там. Вот я хотел, чтобы Узбекистан приблизился к культуре, например, пьес, например, «Дядя Ваня», и увидел Сергея Витальевича Безрукова в действии. Да. Я просто его привез, подружился, пообщались, поужинали. Проект минусовой, но я его сделал. Имидж классный. Для Турана... Вы, кстати, все хорошие друзья с ним. Ну, не хорошие друзья, но мы Он часто общаемся, прилетает. мы как товарищи, да, он очень хочет сейчас установить памятник Есенина здесь, в Ташкенте, вот он он этим занят, в общем, сейчас. Классно, Да. классно. Я вот тоже не был 6 лет, да, и когда я вот езжу и вижу концерт XCHO, концерт этого, я говорю, вау, вот это развитие, да, то есть тогда, там, 6 лет назад, для Узбекистана это было что-то... Ну, тогда концерты зарабатывали. Да? Тогда концерты. Вот Сейчас в чем дело. очень много минусовых концертов, поэтому тогда концерты хорошо зарабатывали в свое время. То есть сейчас это больше имидж. Ну, у нас в данном случае, да, где-то он идет как сервис, мы вот привозим артистов под мероприятие, но это больше имидж. А бывает такое, что вы получаете какой-то негатив от людей, от окружения? Бывает? Бывает. У нас вот, когда мы Лободу делали, и там началось СВО, соответственно, были высказывания, там прям разделилась публика абсолютно на кто за был, кто против. Как вы вообще относитесь? Нет, не только этот негатив, вообще в целом, как вы относитесь к негативу? Ну, слушай, нормально, как бы реагируем на него как есть. Если это фактически, например, косяк с нашей стороны, мы отвечаем, исправляемся, если он есть. Если его нет, то есть это диванные критики, но они всегда будут. Пусть будут, они, в принципе, двигают аудиторию всю. Это хорошо. Про фарму. Вот Delfield Group давно занимается фармой. На данный момент вы являетесь как бы крупной компанией на рынке. Какие планы, дай бог, вот ближайшие 5 лет на фарма-индустрии? Например, у меня есть, как я вам говорил, пару идей, которые точно не хватает тут, потому что сами по себе лекарства, да, они не выписываются по назначению, идут прямо в аптеку, а вам дают бумажку, езжай. Уже нету такого. Сейчас с декабря прошлого года зашла система Димед электронных рецептов. То есть в аптеку автоматически приходит электронный рецепт, по которому врач, первостольник может выдать препарат. Классно. Я как понимаю, это не во всех сейчас больницах, правильно? Это только-только заходит. Да, но это уже везде практически Есть? везде. То есть аптеки не продают лекарства. Рецептурные лекарства. без Рецептурные. Рецепт, конечно. А остальное ты можешь купить и без врача. Потому что я вижу, вот до сих пор врачи выписывают вот на бумажке лекарства, и иди сам найди эти лекарства. А вот как бы где мы живем в Америке, да, то есть в Америке там yoda siz qo'lingiz borib o'zingiz olmaysiz dorini, sizga aytadi, qayerdan olishda uyingizga yaqin joyda tanlab beradi va o'sha joydan siz o'sha yerdan olasiz. To'g'ri. Bu yerda ham xuddi shu narsa. Oilaviy poliklinikaga borasiz, Dimet orqali jo'natadi-da, yaqin atrofdagi dorixonaga borib
To'g'ri javob olasiz. Zo'r, zo'r. Qanaqa planlar Shohrux aka 5 yilda? O'sish, Proyektlar o'sish, bo'yicha. faqat o'sish, STM ni rivojlantirish, o'zimizni targov markani rivojlantirib, boshqa davlatga chiqarish, retail sohasini rivojlantirish va ko'p boshqa momentlar ham bor. Amerika kirish plan bormi biznes bilan? Farma ты имеешь в виду? или- Вообще в целом. Ну, вообще есть, в недвижимости мы там есть, мы представлены. Надо недвижимость там развивать, да, план есть, хочу очень развивать недвижимость. OTM, Germaniyada ham bor, Прибалтикада bor, но вот Amerika, конечно, интересно тоже rынок. Интересно, да? Amerikadan bu yerga nima olib kelmoqchisiz? Qanaqadir g'oyalar bormi? Endi siz ayting. Qanaqa g'oyalar bor? Da, aziz do'stlar, xudo xolasa, akam bilan biza katta proyekt ustida ishlayapmiz. Xudo xolasa. Bu albatta bittada bo'ladigan narsa emas. Biz hozir уже 3 oydan beri buni harakatida yuribmiz. Harakat davom ettiramiz va albatta yangi proyektlarni O'zbekistonga olib kirishda Xudo ustida xolasa. ishlayapmiz. Va o'ylayman hammanglarga manfaatli, foydali va nufuzli bo'ladi. Chunki baribir rivojlanadigan davlatga o'zimiz yurtimizga nimadir olib kirsak, o'tgan kun Tinkovni zo'r gapini ko'rdimda 2021-yilda aytgan. Все равно degan одно неприятно, что я не могу делать бизнес в своей стране, где я родился. Конечно. Bu baribir zo'r hissiyotda. Tug'ilib o'sgan joyingizda. Shuning uchun baribir biz mana logistikada bo'lsam ham ishchilarni shu yerdan oling, shularga aql bering, shularga o'rgating, o'quv markazimiz orqali, shularga ish topib bering Handme orqali deymanda, o'zimizda trak kompaniyamizda ham shu yerda ko'paytiring odamlarni deyman. Chunki baribir yurtingizga tortadi. Ona yurtingizni boyitgisi keladi. Bu yoqda tug'ilib o'sganmiz. Shuning uchun qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar biz o'zimiz yurtimizda yangi proyektlarni rivojlantirishga harakat qilamiz va albatta mana futbol chempionatida ham biza maqsadimiz nima deydi, yutish bo'lmasa ham qatnashib o'zimizni davlatimiz ismini O'zbekiston deya olishi bizlar uchun bitta o'zi baxt. Birinchi marta tarixda, O'zbekiston tarixida bizani gimnimiz jahon chempionatida o'ynadi. Da, Bu yil bayrog'imiz chiqdi. bayrog'imiz chiqdi. Dahshat. Bu yetarli. Bu yetarli. Qizamiz farqi yo'q. Zo'r. Yetarli. Menimcha bugungi suhbatimiz juda zo'r bo'lib o'tdi. Shohrux aka, suhbat uchun rahmat. Tomoshabinlarimizga qiziq bo'ldi degan umiddaman. Har xil tillar uchun ming bor uzr so'raymiz. Просто с кайфом поговорили, как говорится. Поговорили. Мне приятно понимать, что вот я читаю много вот разных мотивационных книг, и всегда говорят о окружении, да? O'zingni okrujeniying to'g'ri bo'lsa, sen ham to'g'ri o'sib ketaverasan. To'g'ri. Xudoga shukr qilaman, alhamdulillah shuncha yildan beri qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar atrofimda yaxshi insonlar, samimiy insonlar. Albatta ularning orasida har xil odamlar bo'ladi, ular keladi, chiqadi, lekin har bittasi sizga bitta dars beradi va o'sha hayotingiz davomida ketadigan samimiy va zo'r insonlar emas, o'shalardan bittasi sizsiz. Siz bilan bir bilan suhbatlashsa, So'zlayimni. bu sizga bir baxt, to'g'risi. Chunki ты можешь заработать сколько хочешь, но вот посидеть вот так и Но если поговорить, не с кем поговорить, нахрен это все. нахрен все это нужно. Да, конечно. Поэтому спасибо большое, Аке. Тебе спасибо, дорогой. Приятно было. Rahmat. Спасибо. Ждите проект, ребята. Xudo xohlasa.